İşim haqida shunday ma'lumot beraman. Nima gapiring mana? Ne gapiring? Biz shartnomadan tashqari har safar 500 ming so'mdan beramiz qo'liga. Xo'jayinlar bilmasin deb. Hozir sizlarga mashinamizda xususiy kranimizda xususiy katta gap bor. Endi ular montaj qilishadi-yu. Shu safar kadrimda qizlar bo'lmasin dedim, bor ekan bor. Hamma pulchilarda drill, shurpovoy shunaqa narsalar olsin ham bo'lmaydi aka. Men tushmayman aka boshqalar. Mana o'rgatib qo'ygan o'zimizni. Qarab qilib, o'zimiz qilamiz. Aka raddomdanamcha kamera bilan chiqmaganman. Esdan chiqib qoldi aka. Yana boshqatdan. Yana olasizmi? Bugun sizlarga shu jarayonni ko'rsatamiz. Tezkel har doim siz bilan. Tezkel. Zarur texnika, sifatli xizmat. Assalomu alaykum. Mening ismim Ilyos. Tezkel firmasida 5 yildan beri ishlayman. Hozir sizlarga ekranimizda xususiyatlarini aytib o'taman. Bu robot kran 3,5 tonnaga yuk ko'tarish hajmiga ega. Strelasi 8 metr uzunligi, eng uchida 1 tonna 100 gacha yuk olish xususiyatiga ega. Hozir sizlarga buni ishlatib ko'rsatib beraman. Oyoqlarni chiqarib olamiz xavfsizlik uchun. Yerda qattiq yumshoqligiga ham e'tibor berish kerak. Buni raqsga tushirsangiz ham bo'ladi. Mana strelamizda uzunligi eng balandligi, bundan ham balandga ko'tariladi. Stal va baravar. Ishlashga tayyormiz. Bugungi zakasimiz Qibray tumanida ekan. Ikkita bankomat bor ekan, ustanovka qilib kelamiz. Endi manipulyator deganda ko'pchilik faqat yuk ko'tarishni o'ylashadi. Manipulyatorda ancha xususiyatlari bor. O'ta aqlli konditsioner ustanovka qilsangiz bo'ladi. Elektromobilda zaryadnilarni ustanovka qilaman. Mashinalarni ko'tarsa bo'ladi. Mana shu kranim ham bu Isuzu 5 tonnalik O'zbekda oq eshagi. O'ta chidamli, bizda sharoitga zo'r mashina. Ha, deb buzilavermaydi. Bizda mashina ko'tarish xizmatlari ham bor. O'zini maxsus mashina ko'tarib turgan narsalari bor. O'shalar bilan ko'tarsa bemalol bo'ladi. Robotda ayniqsa o'ta aqlli, trosligiga qaraganda robotlar aqlli bo'ladi. Ko'p ishlarni bajarsangiz bo'ladi. Strelasi kirib qolsa bo'ldi, kirib yukni ko'tarib chiqaveradi. Shunaqa qobiliyatlari bor buni. Faqat manipulyatorda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Mana lakasa bo'yicha zakazga keldik. Quvonchlar bilan kelyapmiz aka. Assalomu alaykum aka. Tuzamsiz? Rahmat aka, xudo xo'sh. Mana zakazga keldik. Infibank ikkita bankomat budkalari bilan komplekt bor ekan, borib ustanovka qilib beramiz. Ular bilan ishimiz juda a'lo. Har doim hamkorlikdamiz. Jamoaga bundan keyingi ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Tezkel zo'r. Endi xavfsizlik uchun bo'ylab tashlaymiz. Tezkel kompaniyasi firmasi juda ham tez ishlaydi. Har doim hamkorlikda Infinbank bilan birga ishlashadi. Biz minnatdormiz sizlarning ishingizdan. Hammaga tavsiya qilaman bu firma bilan ishlashni. Qiziqishi qanaqa? Aka, qiziqish olov. Vobshe yoqadi aka. To'qmasa haydarmidi aka. Siz Kosonsoydan edingiz? Yo'q. Popdanmidi? Ha, popdan. Onang sizlar popni eng ulug' bolalari mana. Qachon etsa har doim kelib xizmatimizni qilib berishadi. Rahmat. Tezkel kompaniyasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Zo'r kompaniya, har doim mana hozir 3 yildan beri hamkorlikda ishlaymiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ishonganimizdan chaqiramiz bu odamlarni. Menimi yo'q, hammanimi? Sizni faqat. Ha, shuna deydi.
Bankdagilar ko'proq biz bilan ishlashni xohlaydi. Ishimiz yaxshi, sifatli. O'shaning uchun bizga ko'proq zakaz berishadi, biz borib kelamiz. Keyin elektromobilda zaryadnilari bor. O'shalar bilan ham ishlab turamiz. Hindistonliklar bilan ishlaymiz. Ko'proq magazinlar bilan, korzinka, har xil katta supermarketda xolodilnik, generator, shunaqa narsalarni uстановка qilib beramiz. Shu bitta tarafi bor, qorong'i chiqadi shu. Bu joyda to'xtab jizbis yeymizmi? Qorin shunaqa oshadi. Ana. Abidan tayyor. Qani, bismillahirrohmanirrohim. O'tiringlar. Manipulyatorda eng xavfli ishlash jarayonlari sim o'tgan katta toklar, shunaqa joylarda iloji bo'lsa ishlashni to'g'ri deb o'ylamayman. Simga tegib qolishi mumkin, ko'rmay qolishi mumkin. Simga tegsa tamom bu yog'i. O'shaning uchun ehtiyotkorlik bilan oyog'ini chiqarganda ham yumshoq joyga qo'ymash kerak. Shoshilmasdan akkuratni ishlagan yaxshi. Klientlar boshqalar shoshiltiradi. O'zingizda tajribangizdan kelib chiqqan holatda ishlayverasiz. Birinchi bankomat tushiraman temirga. Keyin birovlar ustida turaveradi-da. Ben ettim ki aka tegadi. Tajribali odamlardan da maslahat olaylar. Ko'taring. Agroor aka chiqing. Nima, bitta aytarsa o'tib ketdi, o'tdi. Yerlar chizib qo'yinglar. Shuna borlar, shu X ga shuna qo'yiladi. Bo'ldi deydi. To'g'ri fikr, mana shu chizib ketishgan. Lekin vaqt yo'qotdi. Shunda mana buni o'zi qo'yasiz. 10 minut ketadi aka, 10 minut. Chiqing aka. Endi qiynadi meni bular. Qiynadi meni, hech qiynalmadim bunaqa. Yo'q, bunday joyda o'zgartiraveradi. Tomi ketgan, nima aytganman? Tenga tushmaydi. Men tenga qo'yaman desam, kelib olib yana aytgan deydi. O'zim aytib ko'rib ketganman, nima? Aytayotganman, xo'p degan. Ana kimga xalaqit qilyapti? Hamma aqlli-da. Mana chap tarafda qog'oz. O'sha qog'ozni qo'yamiz. Bu paynat turibdi. Ko'rdingmi paynatda? Tez kel. Zarur texnika, sifatli xizmat.